xususiy operator va hokimlik o'rtasida parkovka tushumlari demak taqsimlanishi qanday, ya'ni shartnoma shartlarini bir ochiqlay olasizmi? Albatta ochiqlay olaman. Oddiy sodda aytadigan bo'lsak, tarif siyosatini biz belgilamaymiz. Bizda unday huquq yo'q. Toshkent shahar hokimligi mustaqil ravishda tarif siyosatini belgilaydi va bugungi kunda qat'iy belgilangan tarif shuki 12 ming so'm, 10 ming so'm, 8 ming so'm, 6 ming so'm, 5 ming so'mlik ko'chalar belgilangan. Ko'chalar nomlari ham belgilangan. Hamma o'tgan to'lovlarni soliq idorasi ham Toshkent shahar hokimligi boshqa hamkorimiz sifatida nazorat qilib ko'rib borishadi va har bir to'langan puldan soliq to'lanadi. Taqsimotga keladigan bo'lsak, sodda taqsimotni aytaman. Kelayotgan pul tushumlari demak eng katta qismi ijara to'lovlar ko'rinishi ketadi. Bu davlat aktivlarini boshqarish agentligini qoshida markaz bor. Davlat mulk obyektida samarali foydalanish markazi, shu markaz bilan biz demak shartnoma tuzganmiz va ijara to'lovlarini shartnomada ko'rsatilgan muddatlar bo'yicha doimiy to'lanadi. Va bu pullar byudjetga tushadi. Ya'ni davlat nima oladi bundan siz? 12 ming so'mdan katta qismi ijaraga ketadi. Keyingi ketadigani maxsus jamg'arma bor. Toshkent shahar iqtisodiyot va moliya bosh boshqarmasi qoshida. Bu tushgan pullar ham jamoat infratuzilmasini rivojlantirish ishlatiladi. Ya'ni piyoda yurish yo'laklari, ko'kalamzorlashtirish maydonlari, ya'ni yashil hududlarni ko'paytirish yoki masalan jamoat transportini rivojlantirishga qo'shimcha avtobus olib kelish, avtobus to'xtash joylarini takomillashtirish va hokazo narsalarga, ya'ni jamoat shahar infratuzilmasiga ishlatiladi. To'lanayotgan pullar shaharga qaytib keladi, sodda aytganda. Va keyingi qismi bu infratuzilmaga tikilayotgan pul sifatida ko'rinadi. Ya'ni asfalt biz yotqizamiz, loyihalashtirish hujjatlarini moliyalashtiramiz, biz yo'l belgilarini qo'yamiz va boya aytgandek xodimlarning oyligi va hokazo masalan operatsion xarajatlarga yo'naltiriladi.